Assalomu alaykum hurmatli huzur ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 11 oyning 23 kuni seshanba. Hammanglarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlər proqramımızın təfsilatında bo'lsin. 13 noyabrdan 14 noyabrgacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkazilgan 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayini muvaffaqiyatli oxirlashtirgan va qurultayda saylamga qatnashgan vakillarning hammasining digudek ovozi bilan yana qayta Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi bo'lib saylangan Dolqun Aysa apandim 16 dekabr kuni qurultay chaqirilgan Chexiyadan Udul Parijga yetib bordi va shu kuni Parij shahrining muavin shahar boshlig'i Romaru bilan ko'rishib, Parij shaharlik hukumatning Xitoyning shuncha qattiq besimi va tahdidlariga pisat qilmay 13 noyabr Sharq Turkiston Cumhuriyet kuni shahar binosini Sharq Turkistonning mustaqillik simvoli hisoblangan ko'k ranglik nur bilan bezganligiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirdi. Dolqun Aysa apandim Parijdagi ziyorati jarayonida yana yerlik kishilik huquq tashkilotlari va ommaviy guruhlarning mas'ullari bilan uchrashuv elib berib, ulardan kelar yili 2 oyning 4 kuni Fransiya parlamentida ovozga qo'yiladigan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasining qabul qilinishi uchun tirishchanlik ko'rsatishni talab qildi. Orqada Fransiyadan Kanadaga yetib borgan Dolqun Aysa apandi Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Pentagon bilan Kanada Davlat Mudofaa Ministrligining sponsorligida o'tkazilgan Halifax xalqaro bexatarlik munbirining yig'iniga alohida taklif bilan qatnashib, yig'inda mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida tafsiliy ma'lumot berish fursatiga erishdi. Halifax xalqaro bexatarlik munbiri Amerika bilan Kanada hukumatining iqtisodiy yordami bilan 2009-yili qurilgan xalqarodagi eng nufuzli organlarning biri bo'lib, mazkur munbarning bu qitim Kanadada chaqirilgan yig'inida 70 dan ortiq davlatning vakili, Shimol Atlantik ahdi tashkiloti NATOning mas'ullari, harbiy olimlar, generallar, tadqiqotchilar, iqtisodshunoslar va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullaridan bo'lib 300 nafardan ortiq yuqori darajalik arbob ishtirok qildi. Dolqun Aysa apandi yig'in jarayonida Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti NATOning harbiy ishlar komiteti raisi Bauer, Kanada muhojirlar ministri Sen Fraser va boshqa yuqori darajalik harbiy va siyosiy rahbarlar bilan bevosita ko'rishib, ularga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Uyg'ur xalqining xalqaro jamoatchilikdan kutadigan orzu istaklari va Dunyo Uyg'ur qurultayining xalqaroda ilib berayotgan faoliyatlari haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun xalqaro jamoatchilikning Xitoyga qaratgan besim va jazo tadbirlarini yanada kuchaytirishning to'liq zarur va jiddiyligini alohida ta'kidlab o'tdi. Yig'in jarayonida stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dolqun Aysa apandi o'zi bilan ko'rishgan yuqori darajalik arboblarning ko'pinchisining 13 noyabrdan 14 noyabrgacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkazilgan 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayini tabriklaganligini, buningdan bu qitim Pragda o'tkazilgan qurultayni chet ellik kuzatuvchilarning yaqindan ta'qib qilganligini cho'nqur darajada his qilganligini, hatto ba'zi chet ellik arboblarning 7-ci navbatlik qurultayning saylam natijasidan to'liq xabardor bo'lishining o'zini alohida hayron qoldirganligini eskartib o'tdi. 2021 yili 13 noyabrdan 14 noyabrgacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkazilgan 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayida qurultay vakillari tarafidan demokratik usulda saylab chiqilgan qurultay rahbarlari tovandikicha. 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa, Germaniya. Muavin raislar doktor Erkin Akram, Turkiya. Zubayra Shamsiddin, Amerika. Farhod Yo'ronqash, Germaniya. 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, Amerika. Muavin raislari Samat Abla, Norvegiya. Elshad Hasan, Amerika. Turg'unjon Alovuddin, Germaniya. Erkin Ahmetov, Qozog'iston. 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayining bosh taftishi Farhod Yaqub, Norvegiya. Muavin bosh taftishlar Ömerjon Emin, Germaniya. Jurat Abdukerim, Avstraliya. Abdurahim Qurbonov, Qozog'iston. Baxtiyor Nosir, Gollandiya. 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi fondining raisi Abdujalil Ahmad, Germaniya. Muavin raislari Umid Tursun, Germaniya. Xalcham Mamtimin, Norvegiya. 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi yoshlar komitetining mudiri Erkin Zunun, Germaniya. Ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, Germaniya. Ichki ishlar komitetining mudiri Baxtiyor Bo'ra, Avstraliya. Qurultay uchur tashviqot markazining mudiri Baxtiyor Ömer, Norvegiya. Madaniyat komitetining mudiri İlyar Sidiq, Germaniya. Ma'arif komitetining mudiri Dilnora Qosimova, Qozog'iston. Qurultay tadqiqot markazining mudiri
Abduvali Ayub, Norvegiya. Diniy ishlar komitetining mudiri Habibulla Ahad, Germaniya. Qonun komiteti mudiri Mehmet To'xti, Kanada. Kishilik huquq komiteti mudiri Kavsar Komil, Kanada. Muhojirlar komiteti mudiri Polat Sayim, Avstraliya. Xitoy ishlari komiteti mudiri Adiljon Abdukarim, Gollandiya. Ekologiya komiteti mudiri Doktor Gulmira Bardosh, Turkiya. Sahiya komiteti mudiri Doktor Nimet Qashqarli, Turkiya. Nashriyat markazi mudiri Abdujelil Turan, Turkiya. Qurultay raisi Dolqun Aysa apandimning bevosita ko'rsatishi va qurultay vakillarining ma'qulligi bilan vazifaga tayinlanganlar tuvandikicha. 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchilari Qahramon G'ujambardi, Qozog'iston. Doktor Rishad Abbas, Amerika. Doktor Erkin Sidiq, Amerika. Doktor Olimjon Inoyat, Turkiya. 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchilari tuvandikicha. Dilshod Rishid, Shvetsiya. G'ayur Qurban, Germaniya. Zumratay Erkin, Germaniya. Yuqorqilardan boshqa yana qurultayning bosh kotibi, arxiv bo'limining mudiri, qurultayning vakolatchilari va qurultay tarkibidagi har qaysi komitet va markazlarning muavin mudirlari qurultay ijroiya komitetining oldimizda o'tkaziladigan yig'inida qurultay raisi Dolqun Aysa apandimning tayinlishi va qurultay ijroiya komitetining ma'qulligi bilan rasmiy vazifaga qo'yiladi. 13 noyabrdan 14 noyabrgacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkazilgan 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi jarayonida dunyoda 130 dan ortiq davlatda sho'basi bo'lgan va dunyodagi eng chong mehmonsaroylar zanjiri hisoblanadigan Marriott mehmonxonasining Chexiya poytaxti Pragadagi sho'basi Dunyo Uyg'ur qurultayining yig'iniga zal berishni rad qilgan. Bu sababdan Dunyo Uyg'ur qurultayi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari mehmonsaroylar zanjiri Marriott shirkatiga qattiq norozilik bildirgan edi. Vaqadan keyin mehmonsaroyning axborotga mas'ul boshqarmasining mudiri Bangriyev apandi matbuotlarga e'lon qilgan bayonotida Dunyo Uyg'ur qurultayidan apo so'rash bilan birga o'zlarining Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi bilan ko'rishni orzu qiladiganligini bildirdi. Bayonotda mundaq deyilgan: Marriott mehmonxonasi hamma kishini qarshi oladi. Biz mehmonxonachilik kasbi tijorati bilan shug'ullanamiz va bu sababdan dunyoning har qaysi joylaridagi va har soatdagi farqli ko'z qarashlarga vakillik qiladigan kishilarni o'xshash qarshi olamiz. Bu mehmonxonaning egilik boshqarish guruhi bizning yuqoridagi siyosatimizga mos kelmagan harakati sababidan siz degan bu guruhi bilan aloqalashib kechirim so'ragan. Biz bu mehmonxonadagi xizmatchilarni mehmonxonamizning uzun yillik an'anamiz bo'yicha tarbiyalashdan o'tkazish uchun ular bilan hamkorlashyapmiz. Dunyo Uyg'ur qurultayi markaziy organining stansimizga bildirishicha Dunyo Uyg'ur qurultayi 11 oyning 13 kunidan 14 kunigacha Pragda o'tkazilgan yig'ini ochilishdan burun bu shaharga joylashgan bir qancha mehmonxonalar bilan ko'rishib, qurultayni ichish uchun muvofiq mehmonxona izlagan va Marriott mehmonxonasini ko'rib kelishi uchun bir mas'ul kishini avatgan. Dunyo Uyg'ur qurultayiga vakil bo'lib bo'lgan kishi dastlabda bu yig'inning kim tarafidan ichiladiganligini aytmagan. U mehmonxonaning yig'in zollarini aylanib ko'rib bo'lgandan keyin ondan mehmonxona mas'uliga o'zining Dunyo Uyg'ur qurultayiga vakil bo'lib kelganligini, bu yig'inning Dunyo Uyg'ur qurultayining yig'ini ekanligini aytgan. Natijada uzun o'tmayla Marriottning Pragadagi mehmonxonasidan bu yig'inga zal berilmaydiganligi haqida xat topshirib olgan. 1 oktyabr kuni yozilgan bu ilxatda mundaq deyilgan: Bugun mehmonxonamizni ziyorat qilganligingiz uchun ko'p rahmat. Baxtga qarshi men sizga bizning sizlarga zal ta'minlanmaydiganligimizni uqtirmoqchiman. Biz shirkat boshqarish organi bilan bu vaqtda maslahatlashdik. Siyosiy betarafligimiz sababidan biz bu xildagi siyosiy temalik faoliyatlarga so'rin berilmaymiz. Vaqtingiz va tushunishingizga yana bir qitim rahmat. Marriott mehmonxonasining bu harakati oshkorlangandan keyin ijtimoiy taratqularda zo'r inkas qo'zg'adi. Nurg'un kishilar Marriottning harakatini qattiq aybladi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy ishlari direktori Sofiya Richardson matbuotlarga qilgan so'zida Marriottning harakatini ayirmachilik deb tanqidladi. U mundaq dedi: Marriottning harakati intayin qo'rqinchaqlarcha qilingan, kamsitish xarakterlik bir harakat va u qattiq ayblanishga tegishlik. Marriott o'zining bir hukumat emasligini unutib qolmasligi kerak. Ular mulozimat kasbi bilan shug'ullanadigan bir soha bo'lish sifati bilan bundaq kamsitish harakatlaridan uzoq turishi kerak edi. Ammo bilganingizdek, bu ularning tunji xatoligi emas. Ilgari Tibetlarga ular o'xshash xatolikni sodir qilgan. Marriott shirkatining Pragadagi yig'inga zal berishni rad qilishining orqasida Xitoy hukumatining bisimi bormi yoki ular buni Xitoyning tishiga tegib qo'yishdan ansirab qilganmi, bunisi aniq emas. Ammo Sofiya Richardson xonim Marriottning bu harakatining qonuniy jihatdan ham jamoat tarafidan tanqidlanishi kerakligini aytdi. U mundaq dedi:
Men Chexiyaning kamsitish harakatlariga munosabatli qonunlarning qandoqligini bilmayman. Ammo bir organ Marriott mehmonxonasining kamsitish harakatini ayblab da'vo ochsa, haqiqatan diqqat qo'zg'agan bo'ladi. Ondan yana iste'molchilar bundaq masalalarga diqqat qilishi, ayrimchilik qilayotgan mushundaq shirkatlarni yana davomli qo'llaymiz degan masala ustida yaxshi o'ylashi kerak. Yana bir jihatdan biz bu shirkat vaqadan keyin qandoq pozitsiyada bo'ldi? Buni tuzatish uchun qandoq ijobiy harakatlarni qildi deganlarni o'ylashimiz kerak. Mazkur vaqa Xitoy hukumatining xalqarodagi ta'sir ko'rsatish va bu orqali fikr erkinligini qamal qilish harakatining bir parchasi sifatida zo'r diqqatga erishdi. İctimai taratqularda nurg'un inkaslar tushdi, hatto Prag shahrining boshlig'i Erdani Xiribmo Twitterda inkas qaytarib, Marriott mehmonxonasi o'zlarining siyosatga aralashmaydiganligini ilgari surib turib, Uyg'ur diasporasiga so'rin hozirlashni rad qilibdi. Men bulardan qattiq nomus qildim. Xitoyning jazo lagerlarini, u yerdagi qiyin qistoq va majburiy tug'mas qilish harakatlarini mushundaq vositali qo'llash harakatlari bugungidek fuqarolar jamiyatida aslo yuz bermasga kerak deb yozgan. Diqqat qo'zg'aydigani, u Twitter'dagi yuqoridagi so'zga "Men endi Marriottda turmayman" degan hashtagni qo'llangan. Matbuotlarga to'lilgan jasur lager shoirlarimizdan Gollandiyadagi Qalbinur Sidiq xonim bilan Fransiyadagi Gulbari Xotivoji xonimlarning Germaniyadagi 2 haftaga so'zilgan guvohlik berish faoliyatlari 20 noyabr Germaniyaning Karlsruhe shahrida muvaffaqiyatli holda oxirlashdi. Maraton shaklidagi mazkur guvohlik berish faoliyati Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon apandimning bevosita yetakchiligi va riyosatchiligida 11 oyning 6 kuni Germaniyaning Myunxen shahrida boshlangan bo'lib, guvohlik yig'inlari ilgari keyin Germaniyaning Myunxen, Regensburg, Augsburg, Würzburg, Frankfurt, Göttingen, Leipzig, Hannover, Berlin va Karlsruhe shaharlarida. Shundaqla Chexiyaning Praga shahrida o'tkazildi va Germaniya matbuotlarida intayin kuchli inkas qo'zg'adi. Bu vaqtdagi xabarlar Germaniyaning nopuzliq davlat televiziya va radiolarida va Germaniyaning turli matbuotlarida keng doirada xabar qilindi. Bo'libmi lager shoirlarimizning matbuotlarga qilgan so'zlarida Germaniya parlamentining toki hozirgacha Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilmaganligidan nomus his qilganligini ochiqcha ifoda qilishi kuchli diqqat qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida fidokor va jasur lager shoirlarimizning herib charchig'iniga qaramay 15 kun bo'yicha Germaniyani aylanib yurib, Xitoyning fashistik mohiyatini va Xitoyning Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini Germaniya xalqiga bevosita anglitib zo'r ta'sir qo'zg'anligiga opirin o'qiydiganligini va butun Sharq Turkiston xalqi nomidan ularga takror minnatdorlik bildirdiganligini ifoda qildi. Mazkur guvohlik berish faoliyatini tashkillagan lager shoirlarimizga 15 kun bo'yi hamroh bo'lib tarjimonligini qilgan Asqarjon apandim stansimizga qilgan so'zida lager shoirlarimizdan Qalbinur Sidiq va Gulbari Xotivoji xonimlarning ko'rsatgan fidokorligining o'zini cho'nqur ta'sirlantirganligini, hatto ularning herish charchashga qaramay ba'zi kunlarda 2-3 qitim orqa-orqadan guvohlik berganligini alohida eskartib o'tdi. 21 noyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida 13 noyabrdan 14 noyabrgacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkazilgan 7 navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyining ruhini yetkazish yig'ini o'tkazildi. Yig'inga Bishkek shahri va uning atroflaridagi yezi qishloqlardagi Uyg'ur jamoatchiligining vakillari bo'lib 200 dan ortiq kishi qatnashdi. Yig'inga yana Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa, muavin raislardan doktor Erkin Akram, Zubayra Shamsiddin, Farhod Yo'ronqash, qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, muavin raislardan Samat Abla va Turg'unjon Alovdulla tor orqali ishtirok qildi. Mazkur yig'in 3 muhim kun tartibdan tashkil topgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari bilan sin orqali uchrashish, Dunyo Uyg'ur qurultiyi 7 navbatli qurultiyining ruhini Qirg'izistondagi Uyg'ur jamoatiga yetkazish va 2 qitimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatlari bayramini xotirlashdan iborat. Mazkur yig'in Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qirg'iziston vakillari Ro'zi Muhammad Abdulboqiyev va Akbarjon Baudunovlarning riyosatchiliklarida ilib berildi. Yig'in oldi bilan Qirg'iziston Jumhuriyatining davlat marshi bilan Sharq Turkistonning milliy marshini o'qish bilan boshlandi. Ondan erkinlik yo'lida vafot bo'lganlarga atab xatmi Qur'on qilindi. Yig'in davomida silliq ekran orqali to'q rahbarlari bilan uchrashish va suhbatlashish ilib berildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlaridan Dolqun Aysa, Erkin Akram, Zubayra Shamsiddin, Farhod Yo'ronqash, Ömer Qanat, Turg'unjon Alovdin, Samat Abla qatorliq kishilar naq maydondagilarga o'z salomlarini yo'lladi. Ondan Dunyo Uyg'ur qurultiyining yaqinqi faoliyatlari va 7 navbatlik qurultiyining natijalari to'g'risida ma'lumot berdi.
Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Dolqun Aysa Efendi öz sözüde Qırğızstan Uyghurlarının milli dava ve milli kimligini saqlash yo'lidagi tirishchanliklariga yuqori baho berdi. Qirg'izistonda nashr qilinadigan Ittifoq gazetining Dünya Uyghur Qurultayining faoliyatlarini O'rta Osiyoda keng turda tashviq qilib kelayotgan bir matbuot ishkanligini ta'kidlab o'tdi. Qirg'izistondagi Uyg'ur jamoati koronavirusi sababidan Pragda o'tkazilgan 7-navbatlik qurultayga to'g'ri orqali qatnashgan edi. Bugungi kunda Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahri va uning atrofidagi yezi qishloqlarda yashaydigan Uyg'ur jamoati orasida 1940-yillardagi milliy ozodlik inqilobiga qatnashgan sobiq milliy armiya jangchilaridan faqatla Oblimit Bakra apandi hayot yashamoqda. İttifoq jamiyatining raisi Asqar Qosimi Uyg'ur jamoati nomidan sobiq milliy armiya jangchisi Oblimit Bakriga Uyg'ur do'ppisi va Uyg'ur toni sovg'at qildi. Yaqinqi yillardan buyon Qirg'izistondagi Uyg'ur jamoati uyushtirgan faoliyatlarga va har xil yig'in murosimlarga ko'p sonli kishilarning kelib qatnashayotganligi ma'lum. Bu davlatda yashayotgan Uyg'urlar o'z millatining taqdiriga, jumladan tarixiy vatani Sharq Turkistonning navbatdagi siyosiy vaziyatiga yaqindan diqqat qilmoqda. Qirg'izistondagi Uyg'urlar asosan degudek poytaxt Bishkek shahri va uning atrofidagi yezi shaharlarga makonlashgan bo'lib, ularning ko'p qismi 1955 va 1962-yillari Sharq Turkistondan ko'chib kelganlar va ularning bugungi avlodlaridir. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.